Hazreti Umar Ahnaf ibn Qays degan sahabaga qayrilib, "O Ahnaf, men kasura kalamuhu kasura saqtuhu." Kim sözü ko'paysa adashusi ko'payadi. "Wa men kasura saqtuhu qalla hayauhu." Kim adashusi ko'paysa uyati azayadi. "Wa men qalla hayauhu qalla war'uhu." Kimning uyati azaysa taqvoligi azayadi. "Wa men qalla war'uhu mata qalbuhu." Kimning taqvoligi azaysa yuragi o'libdir deydi. O'liklarning qatoriga qo'shiladi deydi. Al yurib, o'lgan yuraklarning qatoriga qo'shiladi deydi. Ko'p suylagan odam adashadigan, adashgan odamning uyati ketadigan, uyati ketgan odam taqvoligi ketadigan, alami kimning taqvoligi ketsa, yuragi o'ladi deydi. Hurmatli mekendoshlar, Xudoy taolam saqtab, mana o'shalarni tirik bo'lganda, tirik yuraklardan bo'lganda Xudoy taolam barimizga nasib qilgan bo'lsin. O'shandaqdan da kelingizlar, bu oroza biz uchun bir o'zgacha oroza bo'lsin. Chiniga taqvolardan orozasi bo'lsin. Xudoy talab qilganlardan orozasi bo'lsin. Xudoy qabul qila turganlarning rozası olsun, payg'ambar va'da qilgan Rayyan eshigining beshikka kira turganlarning rozası olsun. O'shandaqdan kelingizlar mana o'shalarni tilning rozasini o'zgacha jasab o'tamiz. Eng yaxshisi, yaxshi so'z so'ylashimiz kerak ekan, bo'lmasa uni chiqmashimiz kerak ekan. G'iybat o'shaqdan o'rozaga ayvoy cho'ng ta'siri ziyoni bor. Halil g'iybat tadurru bis-som. Uşaq aytu, adamlarni g'iybat qilgan, uşaq taqan boshqa qilgan, bugun telefondan boshqadan kommentariy yozgan, padalitsa qilgan, har kimni kamsintgan, shildingdagan, prank qilgan. Hal tadurru bis-som, o'rozaga ziyon tegizadi. Albatta. Mana o'shal Aysha o'zi aytadi, kimdeki mana o'shalarni g'iybat qilib qo'ya turgan bo'lsa, innal g'ibata tuftiris-saim. G'iybat o'roza qarmagandan o'rozasini ochadi. Va tujib alayhi qada azalika al-yawm. O'shol kunning ro'zasini qayra-qayrmab berishni millatlantiradi, Xudoy saqtasin. Uşaqtab qo'ygan, g'iybatlab qo'ygan kundan ro'zasini keyin ro'za chiqqandan keyin bir kun qarma berib qo'yish kerak deydi. Albatta bu jo'g'orida aytganday Hanafiy mazhab bo'yicha millat emas, biroq hamda taqvodor odamlar g'iybat qilib qo'ygan kunin o'zim ochilib qoldi deb elestaydi ekan.